Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. So'faliyor jome masjidimizni tahorxonasini to'liq ishlarni yakunlab, elektrikalarni tugatib ishga tushirdik. Xudo xolasa to'liq ishga tushdi. Mustahafxonamiz. Orqada kirish xonasi bor. O'ngda mustahafxonamiz bor. Ventilyasiya ishlari qilingan. To'liq ishga tushgan. Marhamat. Namoz o'qiyman deganlar, tahorat olaman deganlar kelib bemalol tahorat olib ibodatlarni qilib ketaversa bo'ladi, xudo xolasa.